Yana bir bor assalomu alaykum. Yaxshi dam oldinglar? Hop, xush kelibsizlar akademiyaga. Bugun sizlarga prezentatsiya bo'ladi. Sizlarga darslar haqida, umumiy bo'ladigan darslar haqida tushuncha beraman. Birinchi nimani tushuntirishim kerak, nimalarni tushunib olishinglar kerak va o'shani tushunib olganinglardan keyin nima darslar o'tiladi. Demak, akademiyamizda o'tiladigan darslarni asosiy birinchi tushunib olishinglar kerak bo'lgan narsa qaddingizni ko'tarib o'tiring. Charchadingizmi? Xo'p, texnika bor va mahorat bor. Nima degani bolalar? Men sizlarga texnikalarni ko'rsatib beraman, tushuntirib beraman, yoritib beraman, mag'zini chaqib beraman. Ham amalda, ham doskada, ham og'zaki, ham video darsligini beraman o'sha narsani. Bu texnika, butun programma beriladi. Endi uni mahorat bilan trenirovka qilish, mahorat bilan tushunish va mahorat bilan tezlik ham sifat, ham tezlikka chiqish bu ikkinchi sizlarning pozitsiyalar. Sizlarning vazifalar. Endi nima unaqa narsa deyapsiz? Men texnikani ko'rsatdim degani sizlar u narsani 100% bittada tushunib olding degani emas. Texnikani ko'rsatib berdim, mag'zini chaqib berdim, yoritib berdim degani sizlar uni 100% qila olasizlar degani emas. Unga qo'lni chiniqtirish kerak, barmoqlarni chiniqtirish kerak, o'shani ko'ra oladigan sifatni ko'zni chiniqtirish kerak va u narsani qanchalik nima deydi, kollaboratsiya deydi yoki improvizatsiya deydi. Vaziyatda har xil boshga tushish, tushmasligini boshlarga raznobraziya deydi. Xilma-xilligini ishlata olishni ham nima qila olishinglar kerak? Egasi bo'lishinglar kerak, bilishinglar kerak. Demak, bu narsalarni ikkalasini qoyillatganinglarda ana unda professional master bo'lasizlar. Demak, texnikani juda ko'p sartaroshlar ko'ra oladi, tushuna oladi, qila oladi, lekin sifat darajasida va tezlik darajasida nima qila olmaydi? Qilib bera olmaydi. O'sha texnikada ishlaydi, o'sha texnikani tushunadi, o'sha texnikani birov to'g'ri noto'g'ri qilsa ham, ana sal ifloslarni toza chiqmasa ham, voy men bunaqa bo'lib qoldi, undoqa o'zicha baho bera oladi, lekin o'sha narsani ham sifatli, ham juda ham tez vaqtda qilib bera olmaydi. Va o'shaning uchun nimagadir daromadi yoki bir anaqa ishning rivoji kam bo'laveradi. Demak, men shu narsani qo'limdan kelgancha o'rgataman sizlarga. Texnikani polni tushuntirib beraman, yoritib beraman, ko'rsatib beraman, boshqa mahoratni rivojlantirish uchun mashq qilishimiz kerak. Mahorat mashqdan keyin keladi. Mashqlar mahoratni chiqaradi, tushunishni chiqaradi, barmog'inglarni his qilishni chiqaradi. Qaychida ishlaysanmi, mashinkada ishlaysanmi, filerovkada, lezvada soch olish bor, hali uni ko'rsataman. Uning uchun tananglar texnikani his qila oladigan mahoratga chiqish kerak. Demak, bu narsa o'zidan o'zi birdaniga bo'lib qolmaydi. Bu qiyin texnikalarni trenirovka qildiraman. Qo'linglarni qayriltiriladi, o'zingizlarga yarasha mashqlari bor. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana hozir qaychini qiyshaytirib trenirovka qilyapti sizlardan oldingilar. Va o'sha narsa qiyin etaplari bor. O'sha qiyin etaplaridan zo'r o'tsanglar, ana o'shanda ertaga praktikaga chiqqaningizda avtomatически sizlarda xuddi refleks degan mahorat rivojlangan bo'ladi. Ishni boshlaganingizda, hayajonlanganingizda yoki ikkilanib qolganingizda qo'lingizlar texnika bitta tekisda ishlanadi. Ishlayverganini hisobiga o'sha refleks mahorati rivojlangani uchun va sizlar o'sha vaziyatda yana ham sifatliroq ishlashni chiqarib beraverasizlar. Va borgan sari qo'lingizlar chiniqqani, his qilganini hisobiga sifatni tushunaverasizlar va praktikada mahoratinglar yanada nimaga chiqadi? Sifat darajasiga chiqib keladi va keyin tezlik darajasiga ham chiqib keladi. Unga ozgina vaqt kerak bo'ladi. Demak, shuning uchun trenirovkasiz mahorat bo'lmaydi. Texnika bu alohida katta mavzu, bu tushunib olishinglar kerak bo'lgan narsa. Mahorat bu alohida mavzu bo'lib bosib trenirovka qildiraman. Trenirovka juda ko'p bo'ladi. Trenirovka bo'lmasa, men ertalabdan kechgacha ish ko'rsatishim mumkin, lekin uni qila olmaysizlar. Stajinglar bo'lsa ham juda ko'pchilik
o'ylaydi, kelishadi. 1 soat ishingizni ko'r, bitta ishingizni ko'rsam yetadi degan xulosada kelishadi. Men ko'rsataman, lekin uni qilib bera olmayman. Uni qilib bera olish uchun men ham kerak bo'lsa, bu umumiy texnikalarni, ilmni yig'ishim uchun 10 yil vaqt ketgan. Rivojlantirib, o'zimda mahorat darajasiga chiqarishim uchun. Maksimalni uni presslab, ertalabdan kechgacha trenirovka qildirganimda, sizlar shu narsani kimdir 2 oyda, kimdir 3 oyda, kimdir 4 oyda, 1 yilda ham o'rtashtirganlar bor. Bu o'zinglarni nima deydi? Ichki olovinglar, ichki xohishinglar, sabringlar, diqqatni bitta joyiga yig'a olishinglar, xayolinglarni joyiga qo'yib, qunt bilan o'shani ixlos bilan o'zlashtirishinglarga bog'liq. Tushuntira oldimmi? Ana o'shanda shuni tezlashib ketadi, xudo xolisa. Tushunali? Agar telefonda nima deydi, anaqadagi qo'shninglarni qizi yoki bir anaqalarni o'rtog'inglar yoki PUBG, fikrlar tarqoq bo'lsa, hech qanaqa yuqmaydi. Keyin iltimos qilaman, energetik ichadiganlar bo'lsa, bu yerda ichganinglarni ko'rmang. Tushunali? Energetika, sigaret, bu narsalar qat'iyan anaqa. Sizlarga ruxsat yo'q bu yerda. Kelishdiga? Xo'p. Endi bu mavzuni umumiy tushuntirib berdim. Endi zamonaviy soch turmaklari to'liq ko'rsatib beriladi. Demak, hozir nima trendda bo'lyapti? Klassika. Demak, uzun sochni bo'lib olish texnikalari trendda bo'lyapti, to'g'rimi? Hozirgi barberlarning anaqasi. U narsalarni ham 100% ko'rsatib tushuntirib beraman. Va fade'lar, bardak ukladkalar, kreativniy ukladkalar hammasini ko'rsatib tushuntirib beraman. Keyin geometrik fani foydasi, kerakligi, elementlarini bilish kerak. Geometriya. Demak, mana bundoq chizib qo'ysam, bu nima deyiladi? Bundoq turgan bo'lsa. Tekis deyiladimi? Tekisa. Buchi tekis emasmi? Bunaqasiga qaraganda bu nomlan. Nima? Mana buni nomlanishi nima? Nomlanishi bor, ilmiy nomlanishi bor. Buchi? Geometriya o'qimaganmisizlar? Xo'p, qaranglar. Gorizontal bir narsa. Gorizontal bir narsa emas. Yaxshi, mana qaranglar. Mana bu chiziq, mana tekis turgan bo'lsa, 180 gradus ostida bo'lsa, buni gorizontal deydi. Agar mana bu tekis turgan bo'lsa, 90 gradus burchak ostida turgan bo'lsa, buni vertikal deydi. Tekis tushgan bo'lsa. Mana bunday tushsa ham vertikal hisoblanmaydi. Tekis tushgan bo'lsa, vertikal deyiladi. Bunga alohida dars o'taman hali. Hammasini tushuntirib beraman. Parallel deydi mana buni. Mana buni perpendikular deydi. O'shalarni tushunishinglar kerak. Agar geometritskiy chizmalar, chiziqlar, geometritskiy graduslar, rakurslar, fokuslar degan narsalarni, geometritskiy sirlarini o'rgansanglar, juda ham kuchli strishkani uzoqdan turib yoki bitta videosini ko'rib, bittada o'rganib olishinglar, tushunib olishinglar, uni qilib bera olishinglar nima bo'ladi? Oson bo'ladi. Nega aytsa, savol, mana sochimni uzunligi necha santimetr? 4-5, ha? Точныйmi? 3 santimetr. Demak, sizlarda uje qobiliyatinglar bor, uzunligini uzoqdan nima qila olish? Taxmin olish. Demak, buni soch olayotganimda bu tomonga tortsam necha gradus bo'ladi? Butda. Ana 45 gradus ekan, to'g'rimi? Demak, 45 gradusga tortdi, 5 santimetr qoldirdi. Tak, vertikal ko'tardi, 10 santimetr qoldirdi. Tushunsizlarmi? Uje geometriya orqali hamma narsalarni tushunishni boshlaysizlar. Bitta ishni ko'rganda, ayniqsa video mana hozir Instagramda chiqib ketyapti-yu, biz ham qo'yamiz. Uje ishini ko'rganida qilayotgan jarayonini emas, hattoki tayyor ishni ko'rganda ham qatida necha santimetr qolgan, qatini qaysi gradusga tortib olgan, qanaqa rakursda, qanaqa fokusda, qanaqa uzunlikni, qanaqa anaqalarni hamma tekisliklarni tushunib olganinglarni hisobiga nima qilasizlar? Tezroq o'sha narsani qilib bera oladigan ilm egasi bo'lasizlar. Tushuntira oldimmi? Ikkinchi etap qoladi, u qo'lingizlar o'shani qilib bera olish kerak. Mana bu tushunib olishi tez bo'ladi. Maksimalni tez bo'ladi. Bu agar geometriyani yaxshi o'zlashtirsangiz. Buni hali umumiy darsi bor, uni ham tushuntirib o'tib beraman. Xo'p.
Mijoz bilan ishlash tarbiyasi, etika va estetika psixologiya fanlari, o'zbekchilik va madaniyat sirlari. Demak, mijoz bilan ishlash tarbiyasi. Demak, ko'pchilik mana yoshlar sizlarda bitta odat bor. Bo'lgan bo'lsa etinglar. No, boshinglarni tiklab qo'yinglar bu. Shart emas ani. Tamom qilishinglar. Klient keldi, o'ynab o'tiribsan. No, qarading, arzonchiroq. Dalishib o'tiribsan. Bo'lgan. Yoki klient keldi, salom yo'q, ali yo'q. Soch olasizlarmi? Qarab turibsan. Tushunasizlarmi? Mijoz bilan bo'ladigan birinchi kontakt aloqanglarda muammo boshlansa, oxirigacha o'sha muammoni asorati ko'rinadi. Tushuntira oldimmi? Boshida ani chota qiyshayib kutib oldi-ya degan xulosa tursa, klientda oxirigacha o'sha qiyshayib chiqqan asorati bo'ladi. Sochi yaxshi olar ekan-u, mana bunaqa ekan-u, mana bunaqa ekan. O'zini fikri shunaqa bo'ladi-da. Yaxshi olar ekan, boshqa tarbiyasi bor ekan deb baribir degan narsa turadi. Nimaga bu narsa muhim desa, men sizlarga oddiy sir aytaman. Yigitlar, daromadinglar sizlarni o'zinglarni tutishinglar, yurishinglar, ishonchinglar, gapirganda gapinglarni yevormasliginglar, yarmini yevoradi, hayajonlanganda, o'sha tiniq gapirishinglar, kayfiyat bera olishinglar, tushunasizlarmi? Hammasi Mamad to'lqini, daromad to'lqiniga bog'liq. Agar shu narsalar qanchalik zo'r bo'lsa, daromadinglar ham shunga yarasha nima qiladi? O'sishga eng birinchi bosqichlari bo'ladi. Ishlashinglar, texnikanglar bu ikkinchi bosqich. Daromad. Misol uchun o'zing sartaroshmassan, tasavvur qil. Umuman sartaroshmassan, lekin puling ko'p, sochingni stilli chotki oldirging kelyapti. Kirding bitta barbershopga. Bittasi o'tiribdi, telefon o'ynab, PUBG mundoq qaradi, senga ko'zini tashadi-da, oyog'im amindoq o'ynab o'tiribdi. U lekin birinchi bo'lib o'tiribdi. Uni yali chochini olish. Okay? Sochimni olib qo'yasizmi? Hozir sochimni turing, mana shu tugatib olay deyapti. Ikkinchi sartarosh turibdi, nariroq kresloda, oq kiyingan, qaddini tutgan, qo'li ko'ksida. Assalomu alaykum. Nima qilish kerak, okay? Soch olish kerakmi? Olib qo'yamiz. Qanaqa olish kerak? Nima qilish kerak? Sekin o'sha muomala bilan nima qilyapti? Chaqiryapti. Kimga borging keladi? Energiya chiqarayotgan, ishonch bilan senga qo'lini uzatib, kutib olmoqchi bo'lgan odamga borging keladi. To'g'rimi? Mana birinchi bosqich daromad bosqichi. Bu kimni uchundir suiqasd chiqqan mavzu bo'lishi mumkin, lekin buni men sizlarga sirlarini, hozir endi yuzaki o'tib ketyapman, sirlarini, sekretlarini hali tushuntirib beraman. Bittada klientni o'zingizlarga tuppet tortib olish yo'llarini o'rgatib beraman, tushuntirib beraman. Tushunasizlarmi? O'shanda klient qanaqa qilib yopishib qolganini bilmay qolganini bilasizlar. O'shanda endi bu hozir yuzaki o'tib ketyapman. Demak, bu ham katta mavzu. Demak, bu yerda psixologiya yotadi, etika, estetika, psixologiya, keyin o'zbekchilik ham yotadi. O'zbekchilik madaniyati yotadi. O'zbekchilik madaniyati bizning kasbimizda qanaqangi joylari borki, bizga to'g'ri mana shu ilmini o'zlashtirilsa, shu madaniyatimizda yaxshi daromadga va yaxshi aloqalarga ega bo'lasizlar, svязlarga ega bo'lasizlar. Tushunasizlarmi? Ana o'sha narsa sizlarga qanchalik ham daromad, ham obro', ham xursandchilik, ham aql olib kelishini tushuntirib beraman. Tushuntira oldim? Men bu sirlar, bu ilmni hali o'qigan. Bu yuzaki umumiy tushuntirdim. Keyingisi professional barber kosmetologiya yuz chistkasi. Demak, professional barberlarni demak hozir nima bo'lib ketyapti? Kosmetologik chistkalar, qora to'chkalar, har xil narsalarni olish, yuzni tozalash, tam qora nima deydi, chorniy maskalar, anaqa tilla maskalar, har xil anaqalar. Bunga professional darajada o'qib, professional darajada diplom, sertifikatga ega bo'lgan va sartaroshlik sohasida chempionlikka ega bo'lgan barber shogirdimizga kelib, professional Ma'murjon Ahmadjonov kelib, polniy dars berib, tushuntirib o'rgatib beradilar. Va yana boshqa master professionallarimiz ham bor, xudo xolisa. Endi keratin va kimyo darsligi.
keratin va ximiya darsligini endi Instagramlarda tanisinglar kerak, Salohiddin degan shogirdimiz bor. Ham Moskvada, ham respublika chempion bo'lgan, ham Moskvada chempion bo'lgan. Keyin nima edi oti? Almatada 2 karra chempion bo'ldi, Grand Prix sohibi bo'ldi. Ximiya keratin bo'yicha to'liq 9 men u yigitni почти 3-4 yildan beri o'rgatib, tushuntirib, butun mana shu yo'nalishni topshirib qo'yganman. Men o'zim ishlamayman. Chunki 10 yildan 15 yil yaqin ishladim, menga yetadi. Men ulgurmayapman hamma narsaga. Bu yo'nalishda 100% javob beradi, kelib o'zi o'rgatib, tushuntirib beradi. Faqat xayol va diqqat joyida bo'lsa, savolni to'g'ri berishni bilsanglar. Har bitta grammdan keyin necha gram qo'shiladi, qanaqadan keyin nima bo'ladi, yozib anaqa qilsanglar, hammasini o'rgatadi, xudo xolisa. Bu masala bo'yicha muammo bo'lmaydi. Endi media darslik bo'yicha mana Mirabror yordamchimiz va umumiy ustozlar keladi. Professional mobilografiya va SMM yo'nalishi bo'yicha, demak, qanaqa qilib rasmga olishni sifatli qilish, qanaqa rakurslarda olish, qanaqa kontent yasash, qanaqa montajlar qilish, shularni hammasini, obloshkalarni yasash, muzikalarni qo'yish, qanaqa ideyalar qilish, qayerdan olish ideyalarni, qanaqa qilib Instagram umuman mediani yuritishni sir sinoatini kelib darsligini beradigan masterimiz bor, ustozimiz bor mediada. Va men bu media darslikni sizlarga mag'zini tushuntirib beraman. Bozordagi mag'zini tushuntirib beraman. Bozorda qanaqa qilib birovni agarotiga tosh otmasdan, birov bilan tashashmasdan, birovning haqqiga xiyonat qilib qo'ymasdan, birovning ideyasini o'g'irlab qo'ymasdan, birov bilan yaxshi hamma bilan bir xil samimiy bo'lib va to'g'ri o'zingizlarni klientinglarni maqsadli erishib, maqsadingizlarga tezroq erishish, karyera qilish, to'g'ri o'zingizlarni yoritib borish strategiyalarini ham tushuntirib ko'rsatib beraman media sohasida. Bu o'zimning darsligimdan bo'ladi. Bu ustoz kelib texnik tushuntiradi. Men tushunchasini, logikasini, psixologiyasini tushuntirib beraman. Tushuntira oldim? Endi media o'tdik. Kosmetika, vosk va laklarni bilan ishlashni ham darsligi. Vosk qanaqa, qaysi lak qanaqa, fiksatsiyasi qattiq laklar bor, yumshoq laklar bor. Hammasini tushuntirib ko'rsatib, mag'zini chaqib, kosmetikalarni ham ko'rsatib beramiz. Demak, yuz va soqol depilyatsiyasi, depilyatsiya bo'yicha ham o'sha professional masterimiz bor, kelib tushuntirib beradi. U ham zo'r chempion, professional va erkaklar sochini to'g'ri bo'yash texnikasini o'zim o'rgataman. Demak, oq sochni qanaqa qilib yopish va tabiiy o'zini rangini oddiy kraskalarda professional darajada aniq rangini topib, cho'tki sifatda chiqazib berishni ham tushuntirib beraman. Qanaqa gram, necha gram qo'shsanglar qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, hamma kraskalarni sir sinoatini ham o'rgatib tushuntirib beraman, daromadinglarni ko'tarib beradigan qilib. Xo'p, undan keyingisi erkaklar sochini to'g'ri bo'yash tushuntirdim. Kuyov obrazi yuzga makiyajini bilinmaydigan qilib sirlar. Demak, kuyovlarni ko'pini ko'rgansizlar, oppoq qo'yishadi hamda qilib. Ko'rganmisizlar? Oppoq yoki qoraytirib qo'yadi, ya'ni nimadir surib qo'yganga anaqaga o'xshab qoldi. U kuyovlar yaltirab bo'ladi, keyin dabdalasi chiqadi. Kuyovlarni to'g'ri makiyaj qilishni o'rgatadi. Demak, qizarganlarni o'zini yo'qotiladi, ko'karganlarni o'zini yo'qotiladi, burchaklar, qirralarni o'zini yo'qotib berishi, tabiiy rangga olib kelib berishi. Bundoq qaraganda tiniqu, lekin makiyaj qilingani bilinmaydigan qilib chiqarishni ham tushuntirib o'rgatib beraman. Tushuntira oldimmi? Makiyajni ham o'rgataman. Endi undan tashqari soqol olish texnikasi, soqolga ishlov berish. Demak, shogirdimiz bor, Musalimov Umidjon. Soqol bo'yicha ham Moskvada, ham Qozog'istonda 2 karra, ham jahon chempionati Sochida ham birinchi o'rinni oldilar, chempion bo'ldilar. Har tomonlama soqolga sizlarga hamma kraska qilish, perixotini chiqarish va to'liq izlarni to'g'rilash, polniy graduslarni to'g'rilash, hamma darsligini tushuntirib ko'rsatib beradi, o'rgatib beradi professional shogirdim va
nima savollaringiz bo'lsa, hamma savollaringizga javob beradi. Xudo xohlasa, soqol bo'yicha. Endi sochga parik qo'yish, hozir nima parik qo'yish, kalla ko'payib ketyapti, parik qo'yilyapti. O'sha parik qo'yishlar mana bu turibdi. Ko'rsatamiz pariklarni ham, qanaqa, nima, hammasini o'rgatamiz pariklarni ham. Demak, trenirovkalarni 4 xil etapi bo'ladi, 4 xil bosqichi bo'ladi trenirovkalar. Demak, bazaviy texnika, moshinkalar texnikasi, tekis qaychi texnikasi, ukladka texnikalarini trenirovkalar bo'ladi. Demak, bazaviy texnikalarni mana kecha boshladinglar, to'g'rimi? Mana taroni ushashi, bugun davom ettiryapti, hali o'tmaganlar bor. Taro, keyin bazaviy texnika sochni nima qilish? Bo'lib olish, to'g'ri taqsimlab olish, tepadan, yondan, klassik strishkani bo'lib olish texnikasini bazaviy texnikalari bor. Shuni trenirovkalari bor. Bu ham ancha vaqt oladi. Lekin eng kerakli birinchi narsalardan bittasi bu sizlarga. Bazaviy texnikani bilish, anaqasini. Buni bitta ko'rganda odam tushunadi, lekin buni trenirovkasini har kim qilib bera olmaydi yoki amalda qilib bera olmaydi. Buni mashqlari bor, sirlari bor. Trenirovka qilganda yo'l-yo'lakay ochib boraman, o'shanda osonlashib boradi. Tushuntira oldimmi? Faqat sizlardan ixlos va qunt kerak bo'ladi. Demak, mashinka texnikasi, demak, feitlar, bazaviy bunaqa ishlash buni ham har xil formalarda ishlash mashinkada. Mashinkani alohida, bu ham ozgina vaqt, anchagina vaqt oladi. Tekis qaychi texnikasi ancha vaqt oladi. Tekis qaychi bilan trenirovka qilish, slicing qilish, tushovka qilish, har bittasini sir sinoatini tushuntirib, mag'zini chaqib boraman. Agar sizlar trenirovkani qilaversanglar, trenirovka qilsanglar, sal o'sha qo'linglarni chiniqqanini ko'rdim bo'ldi, to'g'rilab qo'yaman. Endi mana bunaqa qiling deyman. Endi mana bunaqa qiling. Yana to'g'ri qilyapsizlarmi? Endi bunaqa qiling. Yana ham sifatli qilyaptimi? Bu bunaqa qilinglar. Endi ana bunaqa qilinglar. Sekin vaqt turaman, to'g'rilab olib borib qo'yaman kerakli maqsadga. Keyin ukladka texnikalari. Demak, ukladkalarni ham hammasini ko'rsatib, tushuntirib beraman va trenirovkalari bo'ladi bemalol. Endi bu narsalarni mana hozir sizlarga bu darsliklarni hammasini, mana shu nima degan bo'lsa, hammasini, mana shu gaplar, mana shu hamma darsliklar bor-ku, shularni hammasini videoga zapis qilib qo'yganmiz. Demak, 300 taga yaqin video darslik bor. Bu 300 ta video darslik 3 yildan beri salkam yig'ilib. 2 yildan oshdi, 3 yil bo'lyapti salkam. Yig'ilib kelyapti. Faqat professionalniy fotoapparatlarda, professionalniy kameradamiz, demak, iPhone ning o'zida jarayonda sizlarga qanaqa o'rgatayotgan bo'lsam, o'sha o'rgatilayotgan sir sinoatlar videoga tushirib olingan. O'sha tushirib olingan videoga hamma darsliklarni gruppasiga qo'shilasizlar va o'sha video darslarni olasizlar. Faqat o'tda juda ko'p narsalarga shovqinsiz, tinch joyga kirib olib, kallani joyiga qo'yib, diqqatni joyiga qo'yib, yaxshilab diqqat bilan eshitib ko'rsanglar, juda ko'p narsalarni tushunib olasiz. Mana bir oy oldin kelib, bir oy 20 kun oldin kelib, ismingiz nima edi? Jasurbek, qayerdansiz? Qashqadaryodan. Oldindan to'lov qilib ketgan. Yanvar oyiga, o'sha paytda o'zi sirazi gruppaga qo'shib qo'yganman. Mana kecha kelib nima dedingiz? Ancha ishingiz uje o'zgarib, sifatli chiqib, yopolmayotgan joylarini yopib, ukladkalarda ham uje ancha o'sish bo'libdi. Mana kamini yana so'rasanglar tushuntirib beradi. Demak, video darsliklarda juda ko'p sir sinoat bor. Muammo nima desa, shovqinda yoki xayoling joyida bo'lmasa, fikrlaring tarqoq bo'lsa, u video darsi sizlarga uvol. Umuman kirmaydi kallaga. Agar xayolni joyiga qo'yib, diqqat bilan eshitib ko'rsanglar, milich, mayda narsalarni qanaqa tushuntirib ketganimni ko'rasizlar, mag'zini chaqib olasizlar. Ana uni keyin qila olasizlar. Tushuntirib oldim? Ana o'sha narsa video darslik beriladi. Faqat sharti bor. Omonatga xiyonat qilib qo'ymaysizlar. Hech kimga bermaysizlar, hech kimga tarqatmaysizlar, ko'rsatmaysizlar, ko'chirib olmaysizlar. Hech kimga bermaysiz. O'zingizlarga kirsin, sizlardan qaynab kimgadir o'rgatilsin. Tushuntirib oldimmi? O'shanda roziman. Lekin meni darsligim kimgadir primoy o'tib ketmasin. Unda norozi bo'laman. Qiyomatda savol-javob bo'ladi. Tushuntirib oldimmi? Hozir bila olmasman, lekin
hayot, haqiqat, Xudo bor, o'zi ro'para qilib qo'yadi. Sizlar o'shandan boyib ketaman deb o'ylasanglar, Xudoga xush kelmasa, u sizlardan suradi-da, Xudoy meniki xush kelgani uchun, Allohga tavakkal qilganim uchun menga g'oyibidan yetkazib qo'yadi o'sha narsa. Men ko'p guvohi bo'lganman. Meni ani qulog'imga lag'mon osib, anaqa aqllilik qilib, haqqa xiyonat qilganlardan surib ketib, menga g'oyibidan yetkazib qo'ygan holat ko'p bo'lgan. O'shaning uchun sizlarga maslahatim, olinglar, foydalaninglar, izlaninglar, o'singlar, rivojlaninglar. O'zinglardan qaynab kimgadir keyin o'rgatsanglar, men hisobilloh roziman. Kelishdiki? Xo'p, demak, shart shu. Demak, video darslikning sharti shu. Texnikasiga qanaqadir tushunmay qolsanglar, skachat qilmay qolsa yoki qanaqadir tushunmovchiliklar bo'lib qolsa, yoki gruppaga qo'shila olmay qolsanglar, yoki endi kimnidir telefoni anaqa qiladi-yu, nima edi? Nomeri o'zgaradi, boshqa bo'ladi, u bo'ladi. U payt murabbiyga murojaat qilasizlar, bemalol sizlarni to'g'rilab ana qilib qo'yadi. Ma'qulmi? Faqat omonatga xiyonat qilib qo'ymanglar. Demak, zamonaviy soch turmaklarni hozir mana Yevropada moda bo'layotgan nima kerak bo'lsa, hammasi mana shu bardak ko'rgatganlardan tortib, hammasi ko'rsatib, o'rgatib, tushuntirib beriladi. Eskicha stillar bilan, mana bu eskicha stillar bilan, eskicha imijlar bilan mana bunaqa. Hozir yangichalarni uyg'unlashuvini sirlari nimada? Va nimaga qarab ketyapmiz? Qaysi sir bizaga muhimroq? Mana bu yangi stillar. Hozir yangi stillarni mana geometrически olish nimasi? Sochni olish anaqalari, bosqichlari mana. Bularni ham tushuntirib ko'rsatib beraman, xudo xolisa. Demak, mana bunaqasi mana bu soch, demak, bunaqa olinadi. Demak, har bittasini nimasini geometrически bosqichlarini tushunishinglar kerak bo'ladi. Mana bunaqasi klassika. Mana. Ko'rasizlar, уже boshqacharoq formalar geometriyada. Geometriyani polniy mana hammasi qaysi gradusda olgan, nima qilgan, qanaqa qilgan, hammasini mag'zini chaqib, yoritib, chizib qo'yilgan. Buni men yana umumiy tushuntirib beraman va ish jarayonimda ham ish ko'rsatayotganimda doskaga chizib, mana shunaqa qilib har bittasini chizib, mag'zini chaqib, yoritib beraman. Shunda tasavvur olaminglar, tasavvurot olaminglar, geometriya, o'lchamlar, graduslar, formalarni chotki bittada tushunib oladigan bo'ladi. Va qarabsizlarki, sizlar bilan yaxshi natijaga tezroq erishamiz. Mana bu yerda ham shunaqa narsalar. Endi mana bu yerda yuzni shakli, demak, inglizchasiga aytsa siluet deyiladi. Siluet degani demak yuz umumiy shakli. Demak, yuz umumiy shaklini qaysi standartlari bor? Demak, bunaqa standarti bor, bunaqa standarti bor, mana serjit kvadrat, brilliant standart bor, to'g'ri burchak standarti, dumaloq. Demak, standartlarini qaysinga qaysi yarashadi, qanaqa qilsak nima yarashadi, har bittanglarni o'sha xudo xolisa sochinglarni o'zim olib, sizlarga qanchalik yarashishini ko'rsatib tushuntirib beraman. Sizlarga qanchalik yarashishini yoninglardagi sizlar qolganlar, kursdoshlar yarashadi, yarashmaydi, qanaqa shakldaligini o'zinglar bunga moslashib turib, qarab turib nima qilasizlar? Balans qilib o'zinglar bilan birgalikda ishlaymiz va birgalikda shu natijani qilamiz. Chiroyli formalarni chiqaramiz, xudo xolisa. Va bu narsalarni qatiga qarasam, bittada shunaqa yuzligini bilib olaman degan narsalarni ham kuchaytirib beraman, xudo xolisa, sekin-sekin. Kelishdiki, bu mavzuda ham ishlaymiz. Xo'p, endi men haqimda menimcha bilasizlar, taniysizlar meni. Hop, mana Ma'murjon, kosmetologiya o'tirish qarang. Millioner, trillioner professional kosmetologlarga o'xshab o'tiribdilar. O'zda emas, mana Salohiddin. Keyingisi mana Umidjon, chempionlarimiz bular hammasi Qozog'istondan. Bu mobilograf Durbey, hozir faqat Koreyadalar. Bularning boshqa hamkasblari bor. Ular kelib o'rgatib tushuntirib beradilar.
Bu shogirdimiz hozir biz bilan emas, komandada emas, boshqa biznesmen bo'lib ketdilar. Bu sohadan boshqa уже kattaroq biznesga o'tib ketib qoldilar. Yaxshiroq ishlarga erishib, shu kasb orqali boshqa kuchayib ketdilar, короче. Xo'p. Kimda qanaqa savollar bor? Savollar yo'q? Bu 2 oylik o'quv dasturi. 2 oylik. Bu endi sizlarni qabul qilish doirangizga ham qaraladi. Agar jamoaviy juda ham sekin o'zlashtirayotgan bo'lsanglar, bu уже 3 oyga cho'ziladi. Tushunyapsizlarmi? Agar jamoaviy tez o'zlashtirayotgan bo'lsanglar, men buni maksimal tezlashtirib beraman. Sertifikat va diplom nima degani? Sizlarga tushuntirib bersam. Institutlarga borsanglar ham, kollejlarga borsanglar ham, maktabda ham attestatsiya beradi, to'g'rimi? Institutlarda ham magistratura. Sertifikat degani nima degani desa, kerakli darslarni mavzusini men o'tib bo'ldim, tushuntirib bo'ldim degani. Tushunyapsizlarmi? Bo'ldi, tushuntirib, o'shaning uchun sertifikat beraman degan. Tushunyapsizlarmi? Endi diplom degani nima degani desa, diplom bularni o'tib bo'ldim, shularni nechidir qismi foizini amaliyotda qilib ko'rsatib berdi, biladi. Demak, imtihondan o'tmasang, diplom ola olmaysan, to'g'rimi? Xuddi shunaqa narsa. Praktikada menga ish topshirasizlar, ko'rsatasizlar, yoritib o'sha narsani o'zlashtirganinglarni ko'raman, keyin diplom beraman. Lekin o'shanda ham 100% bilasan degani emas. Tushundira oldimmi? 3-bosqich, ya'ni magistratura diplomi olishadi-yu. Menda ham diplommi gold diplom bor. Qanaqa desa, tilla diplom deyiladi. 100% hamma darslikni 100% topshirganinglarda beriladigan narsa. Demak, qaychini ham, vaytni ham, ukladkalarni ham 4-5 xili bor. Eng qiyin ukladkalar. Ularni ham, lizvada soch olishi ham, hammasini amaliyotda ko'rsatib, tushuntirib, hammasini o'sha o'zlashtirganinglarni ko'rsatsanglar, unda gold diplom beraman. Lekin hozir sizlarga u narsa u yo'lgacha ancha bor. U narsaga atigi bitta yo ikkita dona, mana shu 4-5 yildan beri ikkita dona shogirdga berganman. Juda ham kam shogirdga berganman. Va bu narsani уже ko'pchiligiga ham moddiy qimmatroq, vaqt ketadi, ko'proq o'qish kerak, kamida 1 yil yoki o'sha kamida 6 oy va hammasini topshirishga ko'pchilikning bir imkoniyati yoki qobiliyati yetmay qoladi. U degani gold diplom degani men bilan teng ishlay oladi degani. Mendagi teng ishlab hamma texnikani mukammal qilib bera oladi degani. U narsa kamdan kam beriladigan narsa. Unga juda ham ixlos bilan yopishishlik kerak. Chunki u ham yaxshigina vaqtda kuchni oladi. Endi qanchalik o'zingizlarni ko'rsatib borsanglar, mana gold diplomimdan ham ko'proq sizlarga obro' beradigan respublika musobaqalari, xalqaro musobaqalar, chempionlik darajalariga erishib borilgan saringlar isbotlab boraverasizlar. Tushundira oldim? Kimda savollar bor? Savollar yo'q? Endi sizlarga yana bir narsani aytaman. Agar meni ish ko'rsatayotganimda bir baravar bitta ko'rganda 1% tushunishni xohlasanglar, video ko'rmaydi. Lekin bitta ko'rganinglarda 10% tushunishni xohlasanglar, unda video ko'ringlar. Uyga borganda, kvartiraga borganda yotib olib, tinch holatda video ko'rib, keyin uxlaydi. Kelishdiki, o'shanda ertasi kuni men kelganinglarda so'rayman, nimani ko'rding? Va o'sha texnikani ishlatayotganimni ko'rasizlar, qanchalik professionalning sifatli ishlatayotganimni ham ajratib olasizlar va o'shanga qarab o'zingizlarga xulosa chiqarasizlar. Va o'shani o'zlashtirishinglar, qila olishinglar ham nima qiladi? Tezlashadi. Ana o'shanda sizlar bilan maqsadga tezroq erishamiz. Tushunarli? Qarabsizlarki, ikkalamiz, hammamiz maqsadga erishgan bo'lamiz. Xo'p, keyin yana qanaqa savolinglar qolmadi? Sizlarga umumiy, sizlarga zadaniya, uyga vazifa emas, o'qishga vazifa. Sizlarga bitta maslahatim, media yo'nalishi bo'yicha bitta sekret. Keldinglar,
bekor ketmasligi emas, ham xalqqa, ham o'zingizlarga, ham sizlarni kuzatuvchilarga. To'g'rimi? Podpischigilar bor Instagram. Shu yerda sizlar bu yerga kelib, oxirida sertifikat, diplom ko'tarib ketganinglarni videosi emas. Nimani o'rgandi, nimani o'rganmadi, chala, anaqami, yo'qmi, xulosa chiqarish uchun o'qish jarayoninglarni syomka qilishinglarni maslahat beraman. Hammaning telefoni bor, to'g'rimi? Og'ayni deysizlar, berasizlar, trenirovka qilayotganinglarni ko'rsatib qo'yasizlar. Yoki jarayon, trener o'zingizlar uchun. Men mana keyin o'shani общий montaj qildim. Men bunaqa trenirovka qildim, men bunaqa trenirovka qildim, men bunaqalarni o'rgandim, men bunaqa trenirovka qildim. Tushunasizlarmi? O'shalarni video montaj qilasizlar, kusok qilsanglar ham bo'ladi. Ana ularni ham kuzatuvchilarga o'zingizlarni tanishib, qo'yganinglarda bekor kelmaganinglarni, nimadir o'rganganinglarni, o'sha praktikada ishlaganinglarni video qilasizlar, qanaqa sifat chiqardinglar, o'sha ukladkalarni hammasini video jarayonini yig'sanglar, sizlarga tayyor nima material. Va u materialni ko'rganda kim xursand bo'ladi, kim qo'llab-quvvatlaydi? Nima deb o'ylaysizlar? Hali kollektivlar, ishxonadagi bekorchi ular qo'llab-quvvatlamaydi. O'rganib ketib qolyapti-yu. Narigi salondagi sapernik ular ham qo'llab. Kamdan kam holatda yuragi ochiqlari o'sha kollektivdan qo'llaydi. Kollektivda yuragi ochiq, yuragi oq, nima deydi, kollektivda yaxshilik tilaydiganlari sizlarni qo'llab-quvvatlaydi. Lekin bunaqa insonlar kam, ochig'ini aytaman. Lekin kim qo'llab-quvvatlaydi birinchi bo'lib? Uydagilar va klientlarning orasida nima? Yaxshi yaqinlari va o'shalarni ayniqsa arzonchilar. Lekin arzonchi bo'lmasa, eng o'sha sizlarga dushevniy deydi-yu, yurakdan yaqin bo'lgan odamlar, malades, o'syapti, trenirovka qilyapti, rivojlanyapti, izlanyapti, qanaqadir qiyin texnikani o'rganibdi. Mana buni o'sha keyingi safar sizlarga kelib soch oldirganida sizlar bilan gaplashadigan mavzu bo'ladi. Sizlar nima o'rganganinglar bilan qiziqishi kuchayadi va sizlarni qo'llab-quvvatlaydigan, o'sha internetda ham like bosib turadigan, malades ukam yoki okam yoki og'aynim deb sizlarni qo'llab-quvvatlab turadiganlarning safi 1% ga bo'lsa ham nima qiladi? Ko'payadi. Hammasi nimadan boshlanadi? Toma-toma qo'l bo'lib. 1 so'm, 2 so'm, 3 so'mdan boshlanganda asta-astachilik bilan sizlarni auditoriya, sizlarni kuzatayotganlar nima xohlayapti, nimaga qarab ketish kerak, nimani ko'proq chiroyli yoritish kerak, nimani ustida video chiroyli ishlash kerak degan narsa tajribalar nima qiladi? Oshib boradi. Qarabsizlarki, sizlar bilan nimada natijadamiz birgalikda. Sekin-sekin o'zingizlar ustozlik qilishni boshlaysizlar. Men to'g'rilab turaman faqat. Rejissyor bo'lishni boshlaysizlar o'zingizlar montajchi bo'lasizlar, o'zingizlar ssenarist bo'lasiz. Men bunaqa ideya qilaman, men bunaqa qilaman, men bunaqa praktika qilaman, men bunaqa prichoska qilib ko'raman, men bunaqa ko'r, men bunaqa rakov, men bunaqa muzika qo'yaman. Bir xillarni domlalarning gapini qo'yib qo'yadi-ku, bilasizlar? Aqlli domlalarning gapini. Endi xohishinglar o'zingizlarga yoqadigan ish bo'lsin, qilayotgan ishingiz. Hammasi astachilikdan bo'ladi. Birdaniga mana wow zo'r bo'lib qolmaganman texnikada. И также mediada ham 5 yil oldin boshlagan bo'lsam, birdaniga ideal professional montajlar, u Note 9 Redmi ni bilasizlarmi? O'shandan boshladim. Montaji. O'sha qo'yib muzikani amallab o'zim, men haligacha texnik tushunmayman, bilmayman. Mani mirabror qiladi. Men mana shu uchun men roli, ssenariyni meni kallamda. Texnikga hammasi uni bo'ynida. Tushundinglar? Demak, sizlar o'sha ssenariyni sirlari, ssenariyni sifati, ssenariyni nimani to'g'ri ishlasam, nima video qo'ysam, nima strishkalarni o'rgansam, nima strishkalarni roligini to'g'rilab qo'ysam, kontentim ko'tariladi, klientim ko'payadi, daromadim oshadi, talinaman degan narsani ustida ishlashinglar nima qiladi? Professional darajaga chiqishni boshlaydi. Hozir emas, lekin zinapoya bilan sekin-sekin.
Bitta qoqilasizlar, bitta tushasizlar-da, yana sekin sekin, sekin sekin sekin. Birdaniga chiqib olganlar bor-ku, unaqa turadi. Mana tushib ketaman, mana tushib ketaman, mana xavotirda yashayman. Men xavotirda yashamayman. Show biznesda men dedi kimdir mag'za ag'daradimi, u deydimi, bu kommentariyani bir dasta yozadi. Men o'shim xavotirlanmayman. Negaligini aytaymi? Men bitta ikkita narsani bilaman. Birinchisi, menga otilayotgan yoki menga qilinayotgan tanqidni ichida qanchalik haqiqat va haqiqat yo'qligini filtr qilishni bilaman. Filtr nimaligini bilasizlarmi? Filtr qilish tushunaman. Juda ham tajribam bor. Birinchisi. Ikkinchisi, uni o'zimni to'g'ri auditoriyamga foydali, manfaatli qilish ustida ishlashni bilaman. Uni tajribam bor. Tushuntira oldimmi? Uchinchisi, bu narsani qanchalik menga foydasi borligini va uni qanaqa qilib yana ham ustida izlanishni va o'zimni kamchiligimni topib, ustimda rivojlanishimni ishlash tajribam, uje kuchim uje ancha chiniqib ketgan. Shuning uchun men uje mediada o'zimni har qanaqasiga cho'tki usha olaman. Tushuntira oldimmi? Da oddiy, samimiy, sal chapanaroq ko'rinaman. Bir xillarga o'xshab, anu chiroyli kiyimlar kiyib olib, anu yaltir-yultirlar kiyib olib, galstuklarni taqib olib, va emas. Bor, samimiy, jaydarichasiga bo'ladigan gapdan tars deb gapirish ham qo'limdan kelgancha gapiraman. Lekin bu adabiy gaplashish, adabiy so'zlashish ichida bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Agar men o'tdi qilib yoki o'zimni sheyvam yo birovni sheyvasi yoki rolimni, so'zlarimni yarmini yetib yorib yoki samimiy emas, искусственный deydi ruschasiga. O'zbekchasiga nima deydi? To'ppa-to'g'ri, sun'iy deydi. Sun'iy bo'lib, menga yotlab yozib berishganini yotlab berib qiladigan bo'lsam, meni auditoriyam meni his qiladi. Bu yolg'onchilik qilyapti, tam yozib berganini o'qib beryapti yoki o'zini maqtab, o'zini anaqasini ko'tarish uchun qilyapti degan narsa bo'ladi. U menga manfaat keltirmaydi. Tushuntira oldimmi? Va o'shanda men rivojlanishdan to'xtab qolaman. O'shaning uchun o'zingizlar ustida ishlash kerak. Meni maqsadim, sizlarning maqsadinglar hozir Mamutda nimadir bor. Shuni Mamutga nima qila olish kerak? Joylashtira olish kerak. Shuni joylashtira olsa nima bo'ladi desa, bu xursand bo'ladi. Bu ko'tariladi, manba ishadi. To'g'rirog'i manba ishadi birinchi. To'g'rimi? Daromad kirishni boshlaydi. Keyin bu xursandlashish boshlaydi. Keyin bu xursand bo'lgandan keyin, deydi, obro' olsam, yana endi buning ustida men bilan erishsam, musobaqalar yoki men bunaqa master-klasslarga borsam, o'zim ustimda ishlasam, men ham oshar ekan, obro'im ham oshar ekan deydi. Odamlar e'tibor beryapti shunga. Keyin sekin-sekin hamma tomonlama birgalikda nimaga? Xursandchilikka erishamiz. Tushuntira oldimmi? Savollar bormi? Hammaga manfaatli bo'ladigan umiddaman. Sizlarga ham manfaatli bo'lgan bo'lsa xursandmiz. Hozir endi sizlarga ba'zi texnikani tushuntirib beraman. Bitta narsa esimdan chiqdi, uzr. Demak, bu yerda staji borlar bor, staji yo'li bor. Sizlarga nima beraman? Tanlov beraman. Staji borlarga trenirovkani ba'ziviy texnikadan o'rganib ketish xohlaysizlarmi? Yo mashinkalar, feitlarnimi trenirovkasini qilishni yoki tekis qaychini trenirovkasini qilishni xohlaysizlarmi? Yoki ukladkalar texnikasini trenirovka qilishni xohlaysizlarmi? Staji borlar, sizlarga bu tanlov. Qaysini o'zingizlar birinchi o'rganginglar kelayotgan, ishlayotgan, qilginglar kelayotgan bo'lsa, o'sha narsani bitta ishinglarni ko'raman. Agar o'sha sifatni biladigan narsalarni tushunib olaman, bilmaydigan narsalarni o'sha mavzuda, o'sha yo'nalishda nima qilib ketaman? To'ldirib, tushuntirib ketaman. Demak, bu staji borlarga beriladigan imkoniyat. Noldan kelganlar ba'ziviydan boshlashimiz aniq. Demak, staji borlarga imkoniyat beryapman. Xohlasanglar bundan boshlaymiz, xohlasanglar bundan, xohlasanglar bundan. Tanlov sizlarniki. Shtobi sizlarni vaqtinglarni o'g'irlamang, sizlarni ko'nglinglar tushmasin, sizlar xursand bo'lishinglar kerak va sizlar bilmaydigan narsalarni o'rganishinglar kerak, foydalisini. Biladigan narsalar, men sizlarga yolg'onchi bo'lishni xohlamayman. Quloqingizga lama osib,
Ani biladigan narsalarni anaqa o'tirish menga yuqmaydi, menga halol bo'lmaydi. Tushuntira oldim? Tanlov qiladiganlar bormi? Ba'ziviy qilaverasizmi yo bamindan qaysidan o'tib ketaylik? Ba'ziviy to'liq bo'lgandan keyin tekst qaychi bilan keyin uxlatdim. Baraka toping. Demak, mana staji bor. Staj kichkina emas, qancha bo'ldi? 5 yil bo'lib qopti mana. Shunda ham ko'ryapsizlar, ba'ziviyni ham boshlanyapti. Chunki ba'ziviyda kecha qanchalik noto'g'ri ishlayotganingizni tushundingiz, to'g'rimi? Demak, bugun yana ba'ziviyni keyingi bosqichini tushuntiraman. Ba'ziviy bu eng birinchi bilishimiz kerak bo'lgan mukammal texnika. Demak, necha yildan beri ishlab yurgan ustalar ham ba'ziviyni kamchiliklari borki, o'shaning uchun daromadi zo'r emas. Shu ba'ziviyni boshlang'ich texnikalar bor, shularni zo'r o'rganib olishingiz kerak. Shularni zo'r o'rgansanglar, keyingi bosqichlarni zo'r o'rganish kerak. Unda keyin oshib ketadi. Tushuntira oldim? Nega desa, qancha sakrab yursanglar, faqat feyt qilishni bilsanglar yoki faqat ukladka qilishni bilsanglar, mana bu yoqda oqsaverasizlar. Chunki savol sizlarga. Necha foiz klient oddiy strishka qildiradi, necha foiz klient tantanalaviy, hashamatli strishka qildiradi. Ukladka strishka qildiradi. 80 ga 20, to'ppa-to'g'ri. Lekin 80% klientimiz oddiy strishka qildiradi. 20% strish, 20-30% klientimiz bor 40, atak 30% mijozlarimiz kreativ, feytlar, bardak ukladkalar, klassik anaqa ko'tarib gelib ukladkalar. Demak, 80%, 70% mijozlarimiz oddiy strishkani, klassik strishkalarni sifatli darajada ideal tola sochga, har bitta tola sochga sifatli qara oladigan sartaroshga ko'proq keladi. Tushuntira oldimmi? Demak, shunaqa texnikalar borki, ba'ziviy texnikada sizlar yodda qoldirayotgan, tushunmayotgan, mag'zini chaqolmayotgan, uni mahoratini qila olmayotgan texnikalar borki, u oddiy mijozlarning o'zi oqimini kamaytirib qo'ygan o'sha narsa. Agar shuni o'zini qo'ylatsanglar, oddiy mijoz o'zi oqimi ko'paygan sari eksperiment deydi-yu, nima deydi? Tajriba. Demak, feytlarni qila olish, har xil ukladkalar, prichoskalar, yangi imijlarni xohlaydigan klientinglar ana o'shanda ko'payishni boshlaydi. Va unda o'sha qiyinroq bosqichlar, qiyinroq texnikalar o'tilganda fundament borligi uchun qolgani nima qilmaydi? Qiyin bo'lmaydi. Sekin-sekin anaqa bo'ladi. O'zlashtirishinglar oson bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Savollar yo'q. Men o'ylaymanki, hammasini tushuntirdim. Sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursandman va savolinglar bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Qo'ldan kelgancha javob beramiz. Yordamchimiz administrator Mirabror nomerlarini qoldiramiz va nima savolinglar bo'lsa, o'zinglar yozaveringlar. Direktga yoki kommentariyaga yoki men nomerim ham bo'ladi. Menga o'zimga yozsanglar ham qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishamiz.